Voy bilan, nimaga accept qildim hozir bor ekan yuklari. Nimaga yetishmaydi bolalar bor. Line'ni hozir butun bunaqani broker hozir men uxlatib yuboraman. Bitta manada uxlab ketadimi hozir? Voy onasini hamsan. Voshchim bor. Hozir Swiftga nima deymiz ham, Line'ni ham olib qo'ydik. Nargisi ham turibdi, bunisi ham oldik. Qanaqa reject qilamiz endi hozir uni? Ne menga yetishmadi shuni, bor ekan, nima men yana boshqa tomonman hozir. Xudo. Vo, yana bitta ikkita kelibdi hop pochtadan. Yo'q, bu bizga kerak emas, chunki mana Quick Manager'da уже ko'rsatdi bu bizda xuddi shunaqa line borligini bor, Texasdan Illinoisga. Olmayman, shu accept qilmayman, qo'ya qolamiz, tinchgina. Yaxshi ham mana Quick Manager bor. 800 ta yuklar bilan 80 ta tarak, 100 ta tarak bilan hozir ashchi xushimizdan ketib qoladi. Pol kompaniya yopilib ketib qolardi, bor, xudoga shukr. Quick Manager bo'lganda yaxshi bilib turasizlar bor, Lodboard qaysi biri nimasi EDA tenderlar bilan ochib вообще удобный bor. Yaxshi accept qilib olmaganimi. Akmal aka somsa pishitirardilar menga bor.